Yaqinlaringizga quvonch va shodlik ulashuvchi go'zal va betakror ovoz sohibasi Sevara Ziyo bilan tabriklar vaqti. Assalomu alaykum, Toji ota, yaxshimisiz? Alaykum assalom, rahmat. Sog'liqlaringiz yaxshimi? Xayrli oqshomda sizni bezovta qilmadikmi? Rahmat. Yo'q. Juda ham yaxshi. Duolar ila, kalomlar ila boshlangan xayrli kechingiz xayrga to'la bo'lsin. Xo'p, demak, bugun 15-mart, Xudo xohlasa tug'ilgan kunlaringiz, to'g'rimi? Haqiqatan to'g'ri. Yana bir yoshga ulg'aydingiz. Umringizga, rizqingizga Alloh baraka bersin. Endi studiyamizga chiroyli bir xushxabarlar bilan yetib keldi-da. Bugun Toji otamizni tug'ilgan kunlari. Nomimizdan tabrik deb. Qani, aytingchi, qaysi bir farzandlaringiz uyushtirdi? Qaysi bir farzandlaringiz tabriklayapti? Nima deb o'ylaysiz? Uzoqdagilar bo'lsa kerak-da. Uzoqdagilar, ha. Albatta, demak, biz orqali kuyovingiz Bahromjon aka, qizingiz shu bilan birga debdilar Zohida opa, nabiralaringiz Gulsevar, Mehrojiddinlardan va shu bilan birga debdilar Rossiyadan deysiz tabrikni deya barchalari sizni ushbu kun bilan chin yurakdan muborakbod etib tabriklab qolishmoqda. 70 yoshga bordik. Sizlar ham sog' salomat bo'linglar shundayin. Yaxshi kunlaring ko'p bo'lsin. Umringiz uzoq bo'lsin. Aytganingiz kelsin. Shunday. Go'zal va chiroyli samimiy tabriknomalari yetib kelgan. Xo'p, desangiz, ana shu chiroyli tabriknomalari bilan farzandlaringiz tomonidan nomalarni o'qib bersak nima deysiz? Xo'p, eshitamiz, bemalol. Juda ham yaxshi. Demak, tabriknomalarni o'qib beraman farzandlaringiz tomonidan. Avvalambor, pira badavlatim, mehribonim, qadr aziz otajonim va onajonim. Bugun eng go'zal kuningiz, otajon. Sizni mana shunday go'zal kunlarda chin qalbimizdan muborakbod etib, tabriklab, eng yaxshi niyatlarni siz tomonidan yo'llab qolar ekanmiz. Avvalo baxtimizga, yaqinlarning baxtiga doimo sog'-salomat bo'ling. Bunday yaxshi kunlarni ko'pini ko'rib yurishingizni, baxt, omad siz ila hamroh bo'lishini chin ko'ngildan tilab qolaman. Dadajon, bizni birodan kam qilmadingiz. Yemay yedirtirdingiz, kiymay kiydirtirdingiz. Bularning barchasi uchun sizga alohida rahmat aytmoqchiman. Bizning baxtimizga doim sog' bo'ling. Dada, bilasizmi nima? Hayotimda ko'p narsalarni ko'rdim. Ko'p insonlarni uchratdim, lekin qalbimda eng ulug', eng muqaddas joy har doim sizga tegishli bo'lib qoldi va qoladi ham. Chunki bu dunyoda ota mehriga teng keladigan boylik yo'q ekan. To'g'ri, ota har doim farzandlarini quchib, erkalab, uni suyishini, yaxshi ko'rishini aytmasa-da, lekin qalban uning mehridan, ko'zlaridan bilinib turadi. Dada, bolaligimizda sizning qadringizni balki to'liq tushunmagandirman. Lekin bugun ulg'ayib, hayotning sinovlarini ko'ra boshlaganim sari sizning qanchalik, onamning qanchalik buyuk inson ekanligini yanada chuqurroq his qilyapman. Ota-ona bo'lmaguncha ota-onani qadriga yetmaysan deyshadi-ku. Rost ekan. Siz biz uchun qancha sabr qildingiz. Necha farzandlarni birodan kam qilmay, yemay yedirtirib, kiymay kiydirtirib, tunlari uxlamasangiz ham bizni o'ylab ovora bo'ldingiz. Qancha qiyinchiliklarni onam ikkingiz indamay ko'tardingiz. Biz farzandlar baxtli bo'lishsin deb o'zingizni halovatingizni kechgan kunlaringiz bo'ldi. Otajon, sizning birgina duoyingiz meni hayotga qancha balolardan asraganini balki o'zingiz ham bilmaysiz. Sizning mehringiz, duoyingiz va ishonchingiz meni har doim oldinga yurishga kuch beradi. Ba'zan sizga yetarlicha rahmat ayta olmagan bo'lsam, meni kechiring. Bilingki, yuragimda sizga bo'lgan hurmat va muhabbat juda katta. Siz mening hayotimdagi eng aziz insonimsiz. Ilohim Alloh sizga uzoq umr, mustahkam sog'lik va tinch qalb bersin. Yuzingizdan esa tabassum hech qachon arimasin. Qalbingiz doimo quvonchlarga to'lib yursin. Siz baxtli bo'lsangiz, otajon, onajon, men ham bir farzand sifatida sizlarning roziligingizni olib baxtli yashagayman. Yana bir bora chiroyli ayyomlaringiz, otajon,
muborak bo'lsin, baxtimizga hamisha omon bo'ling kabi so'zlarni yo'llab qo'ymoqdalar. Kattadan katta rahmat sizlarga ham. Salomat bo'lingizlar. Nasib bo'lsa bizlarda buvalar bo'lib, momolar bo'lib yuringizlar. Rahmat. Sizlarga ham nevara chevaralar ato etsin. Kattadan katta rahmat. Tabriklar uchun kattadan katta rahmat. Umringiz uzoq bo'lsin. Kuyovingiz hamda qizingizga aytar so'zlaringiz bo'lsa, marhamat. Nasib bo'lsa shu ikkalasi ham baxtli, bizlarga o'xshab qarib mingib yursin. Nevaralar ko'rsin, shular ham to'ylar ko'rsin, hamisha salomat bo'lsin. Tabriklaganingiz uchun sizlarga ham rahmat, hammalaringizga. Rahmat. Sog'lik, omonlik, tinchlik, baxt, baraka tark etmasin. Hayotingizda faqat yaxshi kunlar ko'p bo'lsin. Aziz boshingiz omon bo'lsin. Dunyo turguncha turing iloho. Har doim har bir niyatingizga chiroyli tarzda yetib yurishingizni tilab qolamiz. Yana bir bora Toji ota salomat bo'ling. Onaxonimiz bilan qo'sha qaring. Haj safarlariga, umra safarlariga farzandlaringiz bilan bormoqlik, chiroyli muqaddas joylarda duolar qilmoqlik nasib ro'za aylasin. Shunday nasib etsin ular. Rahmat kattakon. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Yaxshi kunlaringiz ko'p bo'lsin. Omon bo'ling. Xo'p bo'ladi, salomat bo'ling. Xo'p bo'ladi. Omon bo'ling. Rahmat. Xo'p, omon bo'ling.